Nihoyat budilniksiz turishga ham uyg'ondim. Ana o'rgandim. Budilniksiz uyg'onishga ham o'rgandim demoqchi edim. Videoni boshdan tilim sevib chiqib ketdi. Barchaga salom. Sizlar bilan men hozircha salomlashamiz xullas. Xo'p, bolalar, nima desam bo'ladi? Sizlar bilasizlar уже har doimgidek videoni boshidan ekin olaman. Sizlar bu joyini o'tkazib yubormashinglar kerak. Aksincha bu joyini ko'rishinglar kerak, chunki juda ham ajoyib narsa bo'lib qolishi mumkin, voqea bo'lib qolishi mumkin. Всем привет bolalar, sizlar bilan men Reddima va bugungi videomizga xush kelibsizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Albatta do'stlaringizga ham videoni ulashing. Xo'p. Albatta, hozir biz tushunmadim. Xo'sh, yetil, nima qilyapsan? Rendi sen xullas men shunchaki o'zim lapatkani sinab ko'rdimda. Nima uchun bu yerda sinayapsan? O'zim shunchaki mayli men ketdim uyim bu tomon dedi. Mayli men ketdim, sog' bo'l. Bo'pti. Jinniroqmi bu? Bolalar podpischilar g'alati bo'lib qolmaganmi bu? Bu ozgina nima desam ko'p ichib yuborganmi kecha? Bilmadim. Bo'lsa ozgina mana jinniroq bo'lib qopti-da bu. Shunga men tushunmayapman, hozir meni qiliqlik qilyapti. Bu bir nima yashiryapti. Men nimani ham yashirardi qo'shnim. Tем более meni uyimni yonida yashira olmasa kerak. Xo'p, bolalar, nima desam bo'ladi? Bu ekinlar bir tomonda kartoshka, bir tomonda sabzi va nima desam bo'ladi? Hech nima degan desam bo'lmaydi. Xullas juda ham ko'payib ketdi. Shu video boshlansa ozgina hayajonlanib qolaman. Mayli, buni qizig'i yo'q hozircha. Xo'p, bolalar, agarda sizlar ham bizning qishloqqa kelmoqchi bo'lsanglar, bemalol kelishinglar mumkin. Bu qishloqqa xullas kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, qishloqni sedini aytaman. Mayli, xo'p bolalar. Ana endi bu yerga sabzi va kartoshkani solib qo'yamiz va ketmonni ham o'z joyiga qo'yamiz va bu yerdan hech nima olmaymiz shekilli. Xo'p. Xullas endi nima qilamiz? Shunchaki merni oldiga o'tib kelishim kerakmidi? Chunki mer menga mana bu hisobotlarni ishonib topshirganda to'ldirishim uchun, yozib chiqishim uchun va kompyuterim yo'q. Chunki kompyuterimni sotib yubordim. Ajoyib yangilik, buni sizlarga aytaman deb esimdan chiqib ketibdi. Mayli, ajoyib yangilik kompyuterimni sotib oldim. Shuning uchun bugun ertalab tongda erta turdim, ko'rib turganinglardek. Va hisobotlarni merga borishim kerak. Mer kirsam bo'ladimi? Kiraver. Tushunarli. Nimaga eshik qulf? Ochiq, bu tomonga ochiladi. Bu tomongami? Men bu tomonga ochaverman. Xullas, assalomu alaykum. Mana siz aytgan hisobotlarni olib kelib qo'ydim. Stolning ustiga qo'yib qo'y. Stolning ustiga. Mayli, hozir aytgancha men sizdan bitta narsa so'rasam bo'ladimi? So'rayver. Necha yoshsiz? Senda nima ishing bor? Mayli, shunchaki so'ragandim. Xo'p, mayli. Bu yerdan yoshini ham so'rab bo'lmay qanday asabiy, qanday sekinroq gapiray hozir. Eshitib qolib turib ham qamab tashaman. Uyga kirdim, nihoyat uxlashim. Tushunmadim. Qo'shnim qayerga ketyapti kech bo'lganda? Men sekin ko'rib qolmasan. Meni ko'rib qolmaslik kerak. Tushunmadim. Meni uyim yoniga keldimi? Nima qilyapti bu? Bo'lim. Nima qilayotgan bo'lishi mumkin? Tushunmadim. Yana yerkazlayaptimi? Ko'filyapti. Nima? Bu yerda yorug'lik bormi? Nima bu yerda? Bu yerda nima bor bo'lishi mumkin? Nima? Pastga tushib ketdi. Yopib qo'ydi. Bolalar, bu qanaqasiga? Hozir qo'shnim shunchaki ertaga kirib ketdi. Yana meni uyimning yonida. Shuncha paytdan beri men bilmay yurganmidim. Nima bu? Yoki men bilan prank qilyaptimi menga? Nima bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Bolalar, men shunchaki chustwit qila olmayapman. Qanaqasiga shunchaki kirib ketgan bo'lishi mumkin? Meni uyimning yonida shuncha, agar anchadan beri bu ish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ya'ni shu yer tagida narsasi nimasi, xullas bunkerimi nimadir bo'lsa, men shu paytgacha bilishim kerak-da. Nima meni xabarim yo'q bu narsadan? Nima bu hammadan sir saqlayapti? Hozir demak buni tagiga yetishimiz kerak bo'ldi. Xo'p. Mana shu yerda edi, adashmasam, lekin hozir bu yerga teginmaymiz, yoki teginamiz, chunki hozir men lopatamni olib chiqishim kerak. Xo'p, bu yerdan telefon olaman. Soatga qaraymiz. Soatni ko'rsanglar, o'sha 11:30 bo'ldi-da. 11:30 da bu kechki 11:30 bo'ldi. Kechki 11:30 da bu yer tagini kazlab, yer tagiga kirib ketishi g'alati emasmi, mabodo? Bilmadim endi.
Всем привет bo'ldi. Sizlar bilan men Rediman va bugungi kunimizga ham xush kelibsizlar. Va albatta sizlar bilan hozir kecha ko'rgan bunkerni xullas yerda kavlab ko'ramiz. Kavlab chunki kecha qo'shnim kirib ketgan yerni va mana bu yerdan o'zimning ham maxfiy narsamni olishim kerak. Chunki har ehtimolga qarshi u yerda kim borligini men bilmayman. Shuning uchun qurol olishim kerak. Va hozir sekin qo'shnim uydami yo'qmi ko'ramiz. Xo'p. Va sekin bo'ldi qo'shnim uyida bo'lgani bilan biz bu yerni bemalol ochsak bo'ladi. Tem bo'li bu o'zim uyimni yonginasida turibdi va bunga haqqim va huquqim bor albatta. Temir blok. Nima? Bu yana qanaqangi bunker bo'ldi? G'alat, yo'q tushib ketdim. Yo'q, to'xta, bunkerning eshigini yopib qo'yishimiz kerak. Bizdan shubhalanishi mumkin bo'lmasa. Xo'p. Bular tushunmadim bu qanaqasiga bu yerda bunday zamonaviy bunday zo'r narsalar bor. Voy, bo'ldi. Qanaqangidir zamonaviy eshiklar, hojatxona, qo'l yuvgich. Bunaqa narsalarni men birinchi marta ko'ryapman. Shuncha yil qishloqda yashab. Bu yerda nima bor ekan? Bu yerda nima? Meni kompyuterim qo'shnimga sotgandim, shu yerga qo'yib qo'yibdi-da. Bu yerda har xil ovqatlar, shirinliklar, fast foodlar xullas. Bu yerda nima bor ekan? Bu yerda ham 4 ta xona bor ekan xullas. Ichida yana 2 tadan xonalar bor ekan. Bu yer yotoqxona. Xullas shunaqa va qo'shnimniki deb o'ylamayapman chunki nima? Ochilmayapti bu. Oltinmi bular? Yoki fake ekan? Ochilmayapti va ana ochilib zo'rg'a ochib oldim. Xo'p. Nima? Axir bular haqiqiy-ku. Qanaqasiga haqiqiy shuncha oltin bo'lishi mumkin meni qo'shnimda? Shunda qo'shnim milliarder bo'lib chiqyapti. Bu yerda bir dona tanga, tushunmadim. Eshik ochilgandek bo'ldimi? Nima? Voy, qo'shnim kelyapti. Yo'q. Sezib qolmasa bo'ldi faqat. Sezib qolmasa bo'ldi. Bu yerga chiqa olmayman, bu yerga ham kira olmayman. Mana shu yerda turaman tinchgina. Yaxshi. Aha, meni boylik. Qo'shni Reddi? Bu yerda nima qilyapsan sen? Sen nima qilyapsan? Bu yer meniki, aniqrog'i. Seniki bildim. Xullas, buncha boylikni qayerdan topgansan? Nima desam bo'lar ekan? Hech kimga aytmaysanmi? Yo'q. Odamlarni o'g'irlaganman odamlardan. Nima? Qishloqdagi o'g'irliklarni sen uyushtirib yurganmiding hali? Ha, hech kimga aytma iltimos. Yo'q, men aytishga majburman chunki seni deb qishloq bilasanmi qancha aziyat ko'rganini. Iltimos aytma. Yarmini beraman boyligimni. Umuman kerak emas, bir tanga ham kerak emas, ishongin. Seni merga aytaman birinchi o'rinda. Keyin qishloq aholisiga, keyin qishloqdan quvlasan. Senaqa qo'shnim yo'q meni, tushunyapsanmi? Unaqa qilma endi, iltimos sendan. Shunaqa qilaman. Unaqa qilmay, nima shunaqasiz? Men shunaqaman, tushundingmi? Farqi yo'q menga. Umuman sendan kutmagandim lekin qo'shni. Unaqa qilmay. Shunaqa qilaman. Voy, yo'qol endi. Kerak emas men qochib turib o'tib ketdim, men ketdim boru. Vapshi, senaqa qo'shnim yo'q, sendan kutmagandim lekin qo'shnijon. Lekin vapshi, bo'ldi, hayron qolarli narsa bo'lyapti bu yerda. Shuncha boylik. Uni qurilishiga qancha narsa, qancha pul, qancha vaqt ketganikini bu yerni yopib qo'yamiz va mana bu yerni ham yopib qo'yamiz. Yopmasak ham bo'ladi, hatto o'zim merga aytaman va qo'shnim ham chiqadi-ku, baribir ichida qolib ketmaydi, to'g'rimi bo'la? Nima desam, merga aytsammikin? Xo'p, aytaman, farqi yo'q, chunki qishloq qancha aziyat chekdi buni dastidan. Bilasizlarmi? Shu jumladan men ham. Assalomu alaykum, mer, yana bir bora sizga bir yomon xabarim bor. Qanaqa? Meni uyimga borsangiz bilasiz. Mayli, hozir boraman. Yaxshi, xo'p. Yerga tushuntirib o'tirishga vaqtim yo'q edi. Xullas, mayli. Hammaga xayr bo'ldi. Sizlar bilan men Reddi va bugungi videomizga xush kelibsizlar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Hammaga xayr.